Qo'tmandagi Bo'yiston qishlog'ida istiqomat qiluvchi Tolmazor jome masjidining imom noibi Farhodjon Abdusattorov xonadonida oltin kuz faslining oktyabr oyi nihoyasiga yetib borayotgan shu kunlarda ikki tup o'rik daraxtining hosili kirganligi e'tiborimizni tortdi. Xonadondagi o'riklar kuz faslida g'arq pishib yetilganligi ona tabiatning bir mo'jizasi desak yanglishmaymiz. Pindigidan olib kelib, mana shu ikki ko'rib turgan ikkita daraxtimizga payvand qilib, ulab, yaxshi parvarish qilib, hozir mana 7 yil, 8 yildan beri mevasini olib yotibmiz. Mana sotyapmiz, sotuvga ham chiqqan, mazasi yaxshi, gullashi o'zimiz o'riklar bilan bir xilda gullaydi. Bir xilda gullab meva tugadi. Meva tugandan keyin o'zimizni jaydavr o'riklarga qaraganda 2-3 barobar sekinroq katta bo'ladi. Sababiga kechki o'rikligi uchun oktyabrda 15-20 lardan pishishni boshlaydi, oktyabr oxirigacha noyabrga ham o'tadi. Agar teva shoxlarda qolsa, qoqa ham bo'ladi bu. Tevasida qoqib bo'lib qoladi. Yurtimiz maftunkor, ona zaminimizning betakror tarovati, yerlarimizning unumdorligi, yetishtirilayotgan noz-ne'matlarning shirindan shakarligi bilan jannatga qiyos etiladi. Eng asosiysi, ana shu mo'jizalarni yaratayotgan, yer bilan tillasha oladigan mirishkor bobo dehqonlarimiz bor. Bil 400 ta 500 ta ko'chatlarni qilib qo'yganmiz. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilsa, beramiz, ekishadi. Maqsad ko'paytirib, qolaversa boshqa bir viloyatlarga ham tarqatsak, shu narsa ko'paysa, odamlarning og'zi shunga tegib qolsa, biz xursand bo'lamiz. Endi bu yil o'rtacha mana shu ikki tup o'rikdan 250 kilo meva uzdik. Qirg'izistondan kelishdi, bu yoq Namangan, Qo'qonlardan kelishdi, ko'zlar bilan ko'rib olib, yeb, haqiqatan ham kuzgi kechki o'rik bor ekan deb ishonib, rasmlarga tushib, yeb ko'rishib, endi 2-3 kilodan olib ketishdi. Bog'dorchilikning ham o'ziga xos sir-sanoati bor. Uni yaxshi o'zlashtirgan soha vakillari esa muvaffaqiyatlarga erishaveradi. Aytish mumkinki, serquyosh O'zbekistonimizning 4 faslini ham o'ziga xos betakrorliklari mavjud. Shuning uchun ham qulay iqlim tufayli bir-birini takrorlamas, shirindan shakar noz-ne'matlar yetishtirish imkonini beradi. Lavhamiz qahramonining yana bir fazilatlaridan biri bu turli xildagi mevali va manzarali ko'chat yetishtirish bilan shug'ullanishidir. Bu boradagi tajribalar xususida kelgusi dasturlarimizda batafsil so'z yuritamiz.